Hamma go'yoki keyboard sportchilardek bo'lishni xohlaydi. Skvatlarni yopishni, qiziq taktikalardan foydalanishni, oxirgi lahzada orqaga qaytish orqali qutulib ketishni istaydi. Lekin qandaydir sababga ko'ra, real hayotda hamma o'yinga kirib, itlar o'yindagi eng yaxshi klass deb hisoblaydi. Xo'sh, janoblar va xonimlar, bizning shinamgina kanalimizga xush kelibsiz. Bugun biz qirollik jangidagi klasslar mavzusini tahlil qilamiz. Bu yerda siz qaysi klass bilan o'ynash kerak, qanday o'ynash kerak, kimga qaysi klass ko'proq mos keladi, qaysi klassni soloda olish kerak, qaysisini komandada va qaysilarini umuman olmagan ma'qul. Qani ketdik. Mening eng sevimli bo'limimdan boshlaymiz. Men eng ko'p ishlatadigan klasslardan. Bu yerda karta bo'ylab tezroq harakatlanish, qulay pozitsiyalarni egallash va boshqa o'yinchilarda bo'lmagan balandlik farqini yaratish imkonini beruvchi klasslar bo'ladi. Bu yerda eng zo'r klass bu albatta Ninja. Ninja butun o'yindagi eng kuchli klasslardan biri. U har qanday tomlarga chiqishda, istalgan to'siqlardan o'tishda va tezda qochib ketish kerak bo'lganda juda katta yordam beradi. Ketma-ket 3 ta kruk otsangiz, siz raqib bilan bo'lgan masofani deyarli ko'rinmaydigan darajaga uzaytirasiz. Agar baland ustunlikka egallab olsangiz, ko'p holatlarda siz g'olib bo'luvchi pozitsiyada bo'lasiz. Albatta, tajribali o'yinchilar xohlasa sizga yetib olish qiyin emas, lekin tomdan ishlash har doim yerdan ishlashga qaraganda foydali. Shuning uchun barcha omillarni hisobga olganda bu juda kuchli klass. Biroq unda bir kamchilik bor. Hatto kamchilik emas, buni kamchilik deb ham bo'lmaydi. Ninja bilan o'ynash, ya'ni sifatli o'ynash uchun unga ko'p vaqt ajratish va o'rganib qolish kerak. Chunki birinchi navbatda biror to'siqqa chiqish uchun unga shunchaki yaqinlanish yetarli emas. Uning aniq chetiga nishonga olish kerak. Oddiy o'yinchilarga bu dastlab juda noqulay bo'ladi. Agar siz chiqmoqchi bo'lgan obyektning tagida tursangiz, tik yuqoriga chiqib bo'lmaydi. Ishlaydigan burchak olish uchun yon tomonga chekinishga to'g'ri keladi. Uchinchidan esa kruk ishlaydigan masofani his qilishga qattiq o'rganish kerak. Ko'pincha hozir yetaman deb o'ylaysiz, lekin kruk ilinmaydi. Va agar shu paytda sizni squga tutishsa, siz o'zingizni o'ldim deb hisoblayvering. Albatta buni osonlashtiradigan markerlar bor, lekin chegaradagi vaziyatlarda hammasini o'zingiz his qilib bajarishingiz kerak. Shuning uchun Ninja bilan sifatli o'ynay oladigan odam bu klass bilan juda ko'p o'ynagan odam hisoblanadi. Uni hayotingizda birinchi marta olsangiz albatta yoqadi, lekin u darrov super qulay bo'lib qolmaydi. Shuni unutmang. Tez zarba, klinok endi Ninjaga juda o'xshash, lekin unga qaraganda ancha soddaroq klassga o'tamiz. Tez zarba, ya'ni qilich. Bu hozirgi vaqtda ko'pchilikning eng sevimli klasslaridan biri. Aslida bu qo'li yengil ninja desak ham bo'ladi. Bu klassda sizdan aniq nishon talab qilinmaydi. Tugmani bosasiz, xarakter tik yuqoriga sakraydi. Keyin esa havoda oldinga uchib ketadi. Shu sababli yangi o'yinchilar uchun juda qulay. Tez zarba bilan ishlash juda oson. Obyektga yetib olish, balandlikka egallash yoki jangdan chiqib ketish hammasi tez va aniq bajariladi. Lekin bu klass ham mutlaq ideal emas. Uning asosiy kamchiligi Ninjaga qaraganda ancha sekin. Ninja bilan siz ketma-ket bir nechta kruk tashlab, raqib bilan masofani juda tez ochib ketishingiz mumkin. Tez zarbada esa bunday imkoni yo'q. Siz sakraysiz, uchasiz va shu bilan barchasi tugaydi. Yana bir jiddiy minus u energiya yig'ishni talab qiladi. Bu energiya to'la bo'lguncha siz bir necha soniya harakatsiz qolasiz. Agar shu paytda sizni ko'rib qolsa, endi tasavvur qilavering, bu juda xavfli holat. Jang paytida bu juda seziladi. Ninjada siz darhol ishga tushasiz, tez zarbada esa kutasiz. Shuning uchun agar siz dinamik va tezkor o'ynashni istasangiz, Ninja yaxshiroq. Agar oson va ishonchli variant kerak bo'lsa, tez zarba juda yaxshi tanlov. Endi navbat Jackpackga. Jackpack bu umuman boshqa toifa. U bilan ishlash juda sodda. Tugmani bosasiz va yuqoriga uchasiz. Hech qanday nishon, burchak yoki timing talab qilmaydi. Lekin shu bilan birga u masofani qisqartirish yoki qochib ketish uchun deyarli foydali emas. Uning vazifasi bitta balandlikni olish. Agar butun squad sizni quvib kelayotgan bo'lsa, Jackpack sizni qutqarmaydi. Siz shunchaki yuqoriga chiqasiz va baribir sizni tushirishadi. Avvallari Jackpack ancha tez edi. U bilan yo'qolib ketish mumkin edi. Hozir esa u sekinroq ishlaydi va undan qochish vositasi sifatida foydalanish qiyin. Lekin uning bitta plyusi bor. Jackpack passiv tarzda doimiy ishlaydi. Hatto qobiliyatni yoqmasangiz ham u balandlikka kichik ustunlik beradi. Shu bois Jackpack yangi o'yinchilar uchun juda qulay, lekin tajribali o'yinchilarga u kamroq foyda beradi. Dezorientatsiya, поджигатель va shutnik. Bu bo'limdagi barcha klasslar harakatlanishga yordam beradi, lekin ular bevosita balandlikka yoki qochish uchun emas, balki raqibni chalg'itish orqali ustunlik beradi.
Avvalo, dezorientatsiya. Bu juda asabga tegadigan, lekin juda foydali klass. Uning asosiy vazifasi raqibni ovoz orqali chalg'itish. Siz qobiliyatni ishlatsangizda, raqib qadam tovushlarini noto'g'ri eshita boshlaydi. Qadamlar qayerdan kelayotganini anglay olmaydi. Birga bir vaziyatlarda bu deyarli avtomatik ustunlik beradi. Bundan tashqari, dezorientatsiya harakat tezligini ham oshiradi. Bu jang paytida pozitsiyani tez o'zgartirishga yordam beradi. Lekin jiddiy kamchiligi bor. Bu klass ishlayotgan paytida siz o'zingizning otish ovozingizni ham eshitmaysiz. Shu sababli o'q tugagani, qayta zaryad boshlanganini kech bilib qolishingiz mumkin. Bu ayniqsa yaqin janglarda o'limga olib kelishi mumkin. Shuning uchun dezorientatsiya ishlatishda o'q soniga doimiy e'tibor berish shart. Endiki navbat poджигатель. Poджигатель ham harakat tezligini oshiradi, lekin u ovoz orqali emas, olov izi orqali chalg'itadi. Bu juda jonga tegadigan klass. Siz qoldirgan olov izi raqibning ko'zini qiynaydi va uning harakatini cheklaydi, lekin u ham xavfli. Hatto raqibni o'ldirganingizdan keyin ham olov ta'sirida o'lib ketishingiz mumkin. Yaqin janglarda poджигатель ayniqsa xavfli. Agar siz dushmanni nok qilsangiz, lekin tugatmasangiz, u yonib turgan holda butun squadni yoqib yuborishi mumkin. Shu sababli poджигатель bilan o'ynaganda doim tugatishni unutmaslik kerak. Keyingi klass esa shutnik. Shutnik ham harakat tezligini beradi, lekin poджигатель kabi xavfli emas. Uning asosiy fishkasi qalbak kolonlar. Yangi o'yinchilar ko'pincha shutnikni haqiqiy deb o'ylaydi, uning ortidan yuguradi. Lekin tajribali o'yinchilar qalbakini oson ajratadi va bu klass ularga katta muammo tug'dirmaydi. Shuning uchun shutnik yangi o'yinchilarga yaxshi, lekin yuqori darajada u kamroq samara beradi. Endigi navbat men oxirgi imkoniyat klasslari deb aytadigan klasslarga keldi. Bular juda vaziyatga bog'liq, kimgadir juda mos keladi, kimgadir esa umuman to'g'ri kelmaydi. Birinchi, orqaga qaytish. Bu klass faqat juda harakatda o'ynaydigan va kartada doim pozitsiya almashtirib turadigan o'yinchilar uchun. Agar siz sekin o'ynasangiz, pastda ko'p o'tirsangiz yoki pozitsiyani tez o'zgartirmasangiz, bu klass siz uchun emas. To'g'ri ishlatilsa u juda kuchli, noto'g'ri ishlatilsa umuman foydasiz. Keyingisi, poltergeist. Bu klassni ishlatish oson. Siz ko'rinmas bo'lasiz va qisqa vaqt ichida pozitsiyani almashtirishingiz mumkin. Lekin uning kuchi ancha cheklangan. Tajribali o'yinchilar poltergeist qachon va qayerda ishlayotganini oson bilib olishadi. Shu sababli yuqori darajada u deyarli foyda bermaydi. Navbat esa shit. Bu eng ishonchli klasslardan biri, ayniqsa komandada o'ynaganda. Shitni 2 marta qo'yish mumkin. U esa pozitsiyani ushlab turishda juda katta ustunlik beradi. Squad o'yinlarida shit deyarli har doim foydali. Solo o'yinda esa u biroz sekin bo'lishi mumkin. Endi umumiy xulosaga kelamiz. Eng muhim narsa bu klassni modaga qarab emas, o'z o'yiningiz uslubingizga qarab tanlang. Hamma klasslarda ham hamma uchun birdek foydali emas. Agar siz tez, agressiv o'ynasangiz, ninja yoki tez zarba. Agar chalg'itish va aql bilan o'ynashni yoqtirsangiz, dezorientatsiya yoki poджигатель. Agar jamoa bilan o'ynasangiz, albatta shit. Eng yomoni o'yin uslubingizga umuman to'g'ri kelmaydigan klassni olib, nega yutkazayotganingizni tushunmaslik. Klass bu qurol emas. Bu sizga ustunlik beruvchi instrument. Uni to'g'ri ishlatish kerak. Xo'sh do'stlar, shu bilan bugungi video ham yakunlandi. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosishni unutmang. Kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqing. Oldinda yana juda ko'p foydali va qiziqarli va real kontentlar bo'ladi. Izohlarda qaysi klass bilan o'ynashingiz va qaysi klass sizga ko'p yoqishini yozib qoldiring. O'qib chiqaman albatta. Bu esa Nurali Kamilov kanali edi. Call of Duty Mobile bo'yicha haqiqiy, rost va foydali kontentlar shu yerda. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.